Masjidning yonida katta bir qassobxona bor. Qadimda bo'lgan qissalardan. Har kuni haligi qassob yarim kilodan, 1 kilodan 4 ta 5 ta go'sht tayyorlab turadi. Namoz o'qib chiqib ketayotgan odamlarga qarab turadi. Faqir muhtojlar bo'lsa, shap-shap qo'liga beradi, ihson deydi. Odamlar qassobni yaxshi ko'radi. Solih inson, xayri saxovatli, rahmat ham kutmaydi. Shunday tarqatib qo'yib ketadi, qoyil. Endi mana shu jamoatda bir boy odam bor edi, oshiqcha boy odam, hech ham ihson qilmas edi. Haligini malomat qilishaveradi. Sen qilmaysan, ammo qassobni qara. O'zi 1 kilo, 2 kilo go'shtni foydasiga tirishchilik qiladi, lekin qarab berayotganini. Xo'p deb qo'yar edi, indamas edi. Oradan vaqt o'tdi, haligi boy vafot etdi. Birdan qassob go'sht bermay qo'ydi. Ma'lum bo'ldiki, o'sha boy pulni berib qo'yar ekan, qassob tarqatar ekan. Odamlar qassobni maqtayapti. Boyagi boyni maqtashmayapti. Mana shu boy muxlis odam deyiladi. Chunki unga odamlarning maqtovi keragi yo'q edi. Illa bitigha avajhi robbihil a'la. Faqatgina oliy bo'lgan Parvardigorining yuzini ko'zlab amal qilgan edi bu odam. Mana o'luvda keyin ma'lum bo'ldi. Bormi birorta amalimiz? O'zimizdan so'raylikki, qildik, hech kim bilmadi. Hech kim bilmadi umuman. Agar bor bo'lsa, umid qiling. Ehtimol bitta shugina amalingiz sizni jannatga kirib ketishingizga kifoya qilib qolar.